Jasmina katta podstavaga uchradi. Podstava nimadan iborat? Bizdan Gulnora doktor har doim nat plus ultra va boshqa lekarstvalarni olardi. Har doim olayotganda adminini jo'natardi, o'zi kelmasdi, ili biz o'zimiz olib borib berardik, ili adminini jo'natardi, uyimizdan kelib olib ketardi. Bular o'ylamasdan berib yuboradi, meni deb o'ylaydi deb Guliga yozgan dugonamga. Assalomu alaykum, siz Turkiyadamisiz? Kelib olib ketsangiz bo'ladi, ko'namaman. Nat $100 glutatsion $200. Yo'q, biz 80 dan oldik. Men Jasmindan olardim, har kuni kelib olib ketardim. Men mahallada yaqin turaman, yaqin turaman. Ko'chalaringizga pastda turaman, $80 dan beruvdilar narxi menga. Bir hafta oldin ham olib ketdim shunaqa narxdan. Keyin anaqa nima deydi? Glutatsionni menimcha sal arzonroq beruvdilar, $150 dan beruvdilar. Tengi pan administratori o'tgan ekan deng. Atada shunaqa aytib qo'ying-da. Hozir opaga silmay aytib qo'yaman. Opa Jasminga o'ziga yozing. Azmi opaga aytib, opa dedi Videoni shu joyda eshitgan bo'lsanglar, Guli aytayapti, Jasmin opaga o'zlari yozsin, ya'ni Gulnora opa yozsin. Men Gulnora opani adminiman, ayting, har doim lekarstvo olib ketardim. Agar menga yozganda, men bilib qolardim-ku bularni podstavasini. O'shuning uchun menga yozmasdan Guliga Gulnora opani adminiman, men har doim olib ketganman sizlardan deb предупреждать qilib olib ketyapti. Men Gulnora opa degandan keyin ha berib yuboringlar deganman. Gulnora opa biladi-yu, tushunadi-yu, kimga qilishdi, kimga mumkin emas, kimga mumkin deb o'ylaganman. menga o'zimga yozsin dedi. Yozib yuboring o'ziga. Jasmin nomerlari menda yo'q edi, Instagramlari bor. O'sha yerdan sizlar bilan bir ikki marta rosa mol olib ketardim, deyman. Nomerlari yo'q Jasminni. Tak. Instagramdan yozsam ko'rarmikinlar. Men 10 ta, 15 talab $80 dan olgan. Kamila, qarayman, hozir taksi tarafdan kelyapman. Trafik bo'lmasa, 15 minutda kelsam kerak. 6 ta natga sdachka olib kelgan, hop menda $100 ber. Ana yoni 6 dona dori olib ketgan. 6 dona dori olib ketgandan keyin, bir hafta o'tgandan keyin men bilyapmanki, meni Instagramimda bir ayol yozyapti. Meni dadam og'irlashib qoldi. Men sraz svязga chiqdim, sraz svязga chiqaman bunaqa situatsiyalarda. Svязga chiqib bilsam, shu Gulnora opani admini u qizni singlisi ekan. Bular mendan so'ramasdan, meni doktorim bilan savetovatsiya qilmasdan dadasiga, ya'ni 70 yoshlik odamga, og'ir kasal odamga ukol qilishgan nat ukol qilinmagan, bilib qo'yinglar. Потому что доказательства yo'q. Ulangan shpris bilan oqayotgan kapelnitsa, biz bilmaymiz u natmi yo'qmi. Atrofida aylantirib qo'yishib, nat atrofida lekarstvani nat qilganmiz deb video chiqarishdi, uydagilarga jo'natishdi. Bu men podstavaligini hozir oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar. Videolarni tashlashdi. Opasi menga o'sha kuni lekarstvadan keyin bir haftadan keyin lekarstvani ko'rdim, men videolarni ko'rdim. Men конечно qo'rqib ketdim. Rostmi ekan, shunaqa bo'ptimi deb opasiga hamma yo'qni tushuntirib, bo'ldi, men siz meni uspokoyit qildingiz, unaqa bunaqa hammasi to'xtadi. Opasi bilan gaplashib bo'lganimizdan keyin opasi, "Xo'p, men tushundim, rahmat sizga Jasmin, ko'nglingiz ochiq qiz ekansiz" dedi. Bo'ldi, xayrlashdik. Bir oy o'tgandan keyin Dalil Uzda video chiqib kelyapti. Ya'ni mana bu video. Natplus kapelnitsasini qabul qilgan yana bir insonni hayoti xavf ostida qoldi. Holat Turkiyadagi yashovchi o'zbeklar oilasida bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Shu joyda e'tibor berishingizni so'rayman. Nat kapelnitsasi sap-sariq bo'ladi. Videoda kapelnitsaga nat qo'shilayotgan joyi yo'q. Просто kapelnitsa ulanib turibdi, nat atrofida aylanib